Ha, onani ketaysizdan. Ha. O'rtag'ingizni topib oldingiz. Ha. Sizlar voy bir-birlaringga o'xshaysizlar. Bu Qozog'istonlik Qunduzena, bunisi O'zbekistonlik Qunduzena. 3 yil oldin, 3 yil oldin bizga aynan gepatit C kasalligi bilan kelib davolanib, mana Rossiyaga ketib, 3 yildan keyin yana o'zlari keldi. Men gepatit C bo'lgandim. Keyin sahrim bor. Sahrim 23 bilan keldim. Hozir 8 ga tushdi. Qozog'iston Respublikasi Tarash shahridan 5-yilga birinchi hop nima muammo bo'ldi? suyaklarim o'rtada sinib qolaverardi. Shu bilan kelganman. 6 marta perelom bo'lganman. Shu bilan keldim-u, keyin menda bir nechta kasallarim bartaraf bo'ldi. Surxondaryo, Jizzax. Yana qayer? Ha? Sirdaryo, mana Qozog'iston, yo'da Buxoro, Surxondaryo, Jizzax, Sirdaryo, Angren. Hamma yerdan. Meniki jigit bo'lib qolgan. Yaxshimi? Sog'liq yaxshimi? Qaydar yaxshimi? Ishlar yaxshimi? Ketib qanday bo'ldi? Zo'r. Zo'r bo'ldi. Qo'sh nechta kelyapti dedi. Qalaysiz? Qalaysiz? Siz? Haligi multfilmni ko'rganmiz. Yana mushuk bo'lib oldim, Voronejga kelib oldim deydi-yu. Assalomu alaykum hurmatli qadrdonlar, hurmatli obunachilar, sog'misizlar, salomatmisizlar. Xudo xolasa mana biz yana bir kunimizni boshlab oldik. Ko'pchilik yangi kuzatayotganlar kommentariyada shunaqa yozishyapti. Storisni ayting, siz o'zi doktormisiz, blogermisiz, kimsiz? Shuni bo'lmay qoldi degan fikrlar kelyapti. Chunki ko'rgan bo'lsalaring hozir erda ajragan yosh kelinchak mavzusi ham ketyapti. Keyin jonli efirda Sarbon shifo, ya'ni o'sha kasalliklar bo'yicha gaplashyapmiz. Bizni yangi obuna bo'lib kuzatayotganlar tushunmay qolyapti. Bu doktormi o'zi bloger? Yo'q, men siz kabi oddiy bir insonman. Men doktor ham emasman, tabib ham emasman, da'vogarlik ham qilmayman. Men bugun sizlarga mana shu o'zimni ish joyimni sizlarga ko'rsataman. Bu yerda nima ish qilaman, hammasi bo'yicha tanishtiramiz. O'zi doktor kim, qanaqa kasalliklar davolaydi, nima bo'ladi? Bu Sarbon shifo o'zi qanaqa joyda joylashgan, sharoitlari qanaqa, qanaqa kasalliklar davolaydi, hammasini o'zlaring kuzatib borasizlar. Biz eskidan kuzatib kelayotgan insonlar yaxshi taniydi, yaxshi bilishadi. Mana Qunduzenani Sarbon shifoga olib kelganmiz. Hozir chetdalar. Qunduzen ham hozir kirib prankni boshlaymiz, ko'rishamiz. Bundan tashqari mana haligi erdan ajragan yosh kelinchakda otasini Sarbon shifoga olib boramiz degandek. Aynan Sarbon shifo mana shu yer. Bu yangi kuzatayotgan kuzatuvchilar uchun ma'lumot uchun aytib o'tyapman. Bu Sarbon shifo barcha ichki kasalliklarni tabiiy tuya suti bilan davolaydigan, statsionar tarzda tabiiy tuya suti bilan davolaydigan, O'zbekistonda yagona hisoblanadigan sihatgoh hisoblanadi. Bu yerda tabiiy yo'l bilan ichki kasallik, ya'ni jigar xastaliklari, gepatit B, C, D turlari, qandli diabet kasallari, jiroviy gepatoz kasallari, sirrozlar, allergik kasalliklar, oshqozon ichak kasalliklari, buyrak xastaliklari, yurak qon tomir kasalliklari, asab kasalliklari, bronxit, bronxial astma kasallari, onkologik kasalliklar, undan keyin prostata adenomalar deydi, insultdan, infarktdan, coviddan keyingi holatda zenskiy muammolar, qon bosimlar, davleniyalar, undan tashqari buqoq kasalliklari, hattoki psoriaz degan kasalliklar aynan bizni sihatgohda tabiiy tuya suti bilan davolaniladi. Vodiy tuyalari hosteliga qarashli Sarbon shifo sog'lomlashtirish va dam olish maskani. Azizlar, hozir sizlar bilan atrof bilan tanishib chiqamiz. Keyin Sarbon shifoni mana shu sihatgohda orqa tomonida bizni tuya fermalarimiz bor. 3 mahal svejiy tuyalar 3 mahal svejiy sutlar sog'ib kasallarga olib chiqib beriladi. O'sha ichkaridagi sharoitlarda ham ko'rsataman. Bu tuyalar nimalar bilan oziqlanishini ham sizlarga ko'rsataman. Oldin enam bilan ko'rishib olaylik, keyin atrof bilan tanishtiramiz sizlar. Xo'p, bizni sihatgoh azizlar mana shu. Aynan mana shu dargohda insonlar kelib tabiiy test ichib davolanishadi. Hozir aynan bizni sihatgohda
O'zbekistonda barcha viloyatlardan kelgan bemorlarimiz juda ham ko'p. Men opamni suhbatga tortay, sizni keling 1 minutga. Opash kachelaga. Opam Buxoro viloyati qaysi tuman? Buxoro shahrining o'zidan kelganlar. Mana 3 yil oldin, 3 yil oldin bizga aynan gepatit C kasalligi bilan kelib davolanib, mana Rossiyaga ketdi. 3 yildan keyin yana o'zlari keldilar. Qisqacha bizni sarbosh shifo haqida, tuya suti haqida nimalarga davo, nimalarga shifo. O'zi shifo ko'rdingizmi? Assalomu alaykum birinchi. Men gepatit bo'lgandim. Keyin sahrim bor. Sahrim 23 bilan keldim. Hozir 8 ga tushdi. Necha kun bo'ldi? 7 kunga. 7 kunga. Ham yengil bo'ldim. 5 kiymasimdan oldin 5 kun oldin reanimatsiyaga tushdim. Reanimatsiyada. Kuniga 8ta nima qo'yadi, osma. Umuman ta'sir qilmadi. Keyin men aytaman ketaman bu yoqqa testiga. Kelganimdan beri umuman yurishim ham yaxshi bo'ldi. Hashlab qolardim, bu ham yaxshi bo'ldi. Ha, ansirash. Chiqib nima bo'lardim-da. Keyin oyog'imda ham ko'p og'riq edi. Juda yaxshi bo'ldi. Bo'g'imlarda yo'q. Demak, qaranglar, azizlar, ham sahrlar 23 bo'lganda 23, 28 bo'ldi. Keyin ular 23 ga tushirdi. Bizga bundan 7 kun oldin mana 23 sahr bilan kelganman, hozir 8 ga tushdi sahrimiz. Hech qanaqa dori-darmon tabiiy tuyusiz. Qo'shimcha kasalliklari bor, gepatitlari borsa, undan tashqari mana bo'g'imlarda bor. Davleniya qanaqa? Davleniyam 160 edi, hozir 110 ga tushgan. To'g'risini o'lchadim. 110, 120. Mana hozir qarang, qon bosimi ham 160 bilan kelgan, mana 110, 120 ga. O'sha birinchi kelgan kunim ayron endi Qumron berdilar. Ha, davleniyingiz baland ekan dedilar. Qumrondan berdilar, bugungidan уже bermadilar. Endi qarang, bundan 3 yil oldin bizga gepatit C bo'yicha bilan kelganda, nima jigarim bor edi. Keyin kelib 21 kun ichib, shishiqlari ham ketdi, normal, hammasi yaxshi bo'lib ketdi. Keyin Rossiyaga ketdim, shu bilan kelolmadim to'g'risi. Necha yilda keldingiz? 3 yil. 3 yil bo'ldi-da, 3 yildan keyin keldim. O'shaning uchun har bir insonda xulosa qilish, fikrlash o'zini qo'lida. O'shaning uchun biz taklif beraveramiz. Tavsiya o'zingizning qo'lingizda. Men aytyaptilar, reanimatsiyaga tushdim. Kuniga 8 talab kapelnitsalar osardi, lekin natija bo'lmasdi. Yana aytyapman, avvalo Xudo ixlos qildi. Insulinga o'tkazdim, men insulin olmayman 2 kundan beri. Necha? 16 olardi. 16 kechqurun olardi. Keyin qarasam, уже nimada tushgan. O'zlari Hoji bobo aytdilarki, men sizni insulindan chiqaraman dedilar. Haqiqatan chiqdim. Insulindan chiqdingiz. Insulindan chiqdim. Insulin olganim yo'q. Bu ham katta, hozir biz uchun katta natija. Xo'p. Sharoit, oziq-ovqat, qizlarning xizmati. Qizlar xizmati yaxshi. Hammalar xizmatda kechqurun soat 2 mi, 3 mi, shuni ozgina nimalari yo'q edi. Allergiyalar bor edi. Shuni chaqirgan bilan yugurib kelardi. Nima, baxti gulam bo'lsa ham ovqatlar 3 mahal ovqat bo'lmasa, indizlar o'qishi ham aytadilar. Men ovqatni bunchalik nima qilmagandim, yaxshi ekan ovqat. Birinchi marta kelyapti. Ular ta'sirot yaxshi. Yaxshi. O'zingizga og'riyotgan bemorlarga Kelsizlar, davolsizlar. Prosta borman, mana shu o'tirib, yashab bersangiz bo'ldi. Yashab bersangiz sut ichib, ovqat yeb, aylanib yotasiz bo'ldi. Mazza, shugacha konsert bo'ldi, uyim bo'ldi. Katta rahmat. Endi ertagami javob? Bugun sizlarga javob. Bugun ketyaptilar Bugun ketamiz, biletlarimizni tayyorlab bo'ldi. Xudo xolasa, yaxshi yetib olinglar. Xo'p, buni onaxonni kim tanirdi? Ko'k Jenferdi onaxonni. Bu Hakima xolam taniysizlar, haligi Qunduz enami eng yoqtirgan insonlari Qozog'iston Respublikasi Taraz shahridan 2022-yili. Hakima xolam, assalomu alaykum. 2022-yili kelgansiz-da bizga birinchi bor. 2022-yili juda ko'p muammolar bilan bizga kelganlar. Men eslayman 2022-yili mana hozir o'zlari ham tasdiqlab beradilar. Ikkita qo'ltiq tayoqda mana shu lesnitsadan arang zo'rg'a olib chiqilgan. Hozir alhamdulillah mana qo'llarida xastalari yo'q, Xudoga shukr. Xo'p, qisqacha
suhbatga tortamiz endi. O'tirib olaver, bemalol. Xo'p. Nima muammolar bilan kelgansiz o'zi asli? Biz necha yil bo'ldi? 4 yil bo'lyapti. 4 yil to'liq 5-yilga qarashdi. 22-yil birinchi marta keldim. Xo'p, nima muammo bo'ldi? Men suyaklarim o'rtada sinib qolaverardi. Shu bilan kelganman. 6 marta perelom bo'lganman. Shu bilan keldim-u, keyin menda bir nechta kasallarim bartaraf bo'ldi. Qabziyatim, uzrlar bo'lsa ham. Mana bronxim polностью yaxshi bo'lib ketdi. Nima ikkinchi darajali jirovoy gepatoz bor edi, u yaxshi bo'lib ketdi. Nimalar bir nechta kasallar mana shu yaxshi bo'lib ketdim, Allohga shukr. Shularni qatorida sinig'im ham yaxshi bo'lib ketdi, Allohga shukr. O'zi hassaga yo'q. Muhtojlik yo'q. Yo'q, Xudoga shukr. Ikkita qo'ltiq tayoqda kelganman birinchi marta, yurolmas edim. 7 oylab uyda yotganman, tuvagam tutishgan. Xudoga shukr, mana hozir Xudoga shukr behisob yerga chetyapman. Yuryapman, Allohga shukr. Hozir mana bu qizcham nevaramni olib keldim. O'zim qizingiz bilan profilaktikaga keldim. Qizim oyog'i operatsiya bo'lib qoldi, yiqilib tizzasi. O'zim o'sha yerdan yaxshi bo'lganim uchun qizimni ham olib keldim. Buni ayasini xonada. O'zini ham mana buni immunitetini ko'tarish uchun qayta taassurotlar qanday? zo'r ko'z tegmasin. Agar bundan foyda olmagan bo'lganingizda 4 yildan beri bu yoqqa kelmasingiz. Hoji tog'a aytadilar. Har yarim oyda 6 oyda olib tursangiz, dori nimaga ham anaqa ichish kerak bo'lmaydi. Allohdan ajal kelmasa va shu yaxshi yashaysiz. O'shanga quloq solib, mana shunaqa 6 oyda olib turibman, dorisiz boshqasi yashayman. Xudoga behisob shukr. Avvalambor Xudo, keyin mana sizlarni, mana tanijoninglar sog' bo'lsa, sizlarni ko'rib yurardim-da. Undan oldin yaxshilik sari. Bularni ko'rib qolib, Mahmudjonning onasini ko'rganimda o'shanda bu yoqqa kelishdi, nima qildim. O'shanda adashmabman, Allohga behisob shukr. Hoji tog'aga ham, sizlarga ham Tashakkur sizga ham. Rahmat. Inam bilan ko'rishdingiz? Yo'q, bu yil necha marta chiqdigan. Qanaqa holati? Yaxshi. Hozir bugun zo'r. Birinchi kun keldilar, cho'ta mazalar qochib uyda kechga yo'qman. Soyib qolganlar. Shu belim bizni. Hozir yaxshi. Kechasi 20-kuni keldilar, menimcha men hayit kuni kelolmadim. 20-kuni keldilar. Oyoqlarini surtadilar, nima qildilar. Boydan 2-3 marta nima qildik, sut ichgandan keyin yoqtirdilar xonaga. Enamni chaqiraylik. Men nevaramni orqasidan tag'in chiqdim. Sog' bo'ling. Rahmat, salomat bo'ling. Sog'lom bo'ling. Xo'p, endi azizlar, enam bilan ko'rsangiz. Prank qilmay qo'yaver. Oho, hamma jamil-jamku. Kechagidagi 2 marta intervyuga Surxondaryo, yana qayer? Jizzax. Surxondaryo, Jizzax. Yana qayer? Ha? Sirdaryo, mana. Qozog'iston, yo'qda Buxoro, Surxondaryo, Jizzax, Sirdaryo, Angren. Hamma yerdan. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Amakim tandilaringni. Hammaniki jigit bo'lib qolgan. Qanday? Yaxshimi? Sog'lik yaxshimi? Kayfiyat yaxshimi? Uychilar yaxshimi? Futbol qanday bo'ldi? Zo'r. Zo'r bo'ldi. Qosh nechta kelyapti dedi. Akam Jizzaxdalar o'zlari bundan bir oy yo'q. Bir oy bo'lmadi. 20 kun bo'ldi. Ketganingizga. 10 kun bo'ldi bu yoqda. Kelganimga 10 kun, 20 kun. 20 kun oldin birinchi kurs lecheniялariga kelganlar. Gepatit B da qorinlarda suv bor edi. Keyin necha litr aniqlangandi? 5 litr. 5 litr. Qanaqa yurdingiz birinchi lecheniya? Qiyin. Albatta davolanib ketgandan keyin yaxshi yurdi. Xudoga shukr. Yo'q. Yaxshi kayfiyat a'lomi. Tuya sutini o'zi. Просто iching. Maza qilib yotib. Jigit bo'lavering, akam. Sog' bo'ling. Salomat. Enam shektalarmi? Qunduz enam? Qiz. Ochilib qolibsiz, chiqaymi u yorug'liqqa. Qorong'ilarga kirib olmasdan. Ochilib qolibdilarmi 2 kunda. Sut ichinglar deyman-da o'sha. Qalaysiz? Qalaysiz? Yeysiz?
siz bilmasiz. Haligi multfilmni ko'rganmiz. Yana mushuk bo'lib oldim, Voronejga kelib oldim deydi-yu. Ha. Sharbonishpon topib kelyapsiz-da. Ha. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Nardamisiz, tinchmisiz, sog'liqlaringiz yaxshimi? Qaytlaringiz kelsin. Ha. Siz bilmasiz. Rahmat, Xudoga shukr. Keling, o'tiring. Hojilar yaxshimi? Rahmat. Qalay kichkina hoji? Haliyam yuribdi. Ha. Hamma yo'q. Siz duo qiling, siz duoyingiz olgan keldi. Ya Rabbi, Xudoga beshligini yaxshilik qilaversin, sabzalaring sog' bo'lsin. Meni yo'qlagan bo'lsalaring, sizlarni Xudo yo'qlasin. Alloh akbar. Qalaysiz? Yaxshi. Ha, boshqacha bugun kayfiyat. Bitta chaqib qo'ying. Gapi yo'q, malades. Enam tavval. Ha. Enam kayfiyatlari a'lo. Ana 2 kun bo'lib kelganlariga. Og'riq qattiq edi. Oyog'im deydi. Yanachi. Belim deydi. Endichi. Endi yaxshi. Qorma og'riq deb qo'yaymi? Bormi og'riq deb qo'yaymi? Qizlar yaxshi qarayaptimi? Qaysi biri? Barcha gul surkab qo'yuvdim, yaxshi. Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Shikoyatlar, sog'liqni. Damda olib endi yaxshi bo'lib ketasiz endi. Bolangiz bilan ko'rishib qarab o'tirasiz. Bolalarim yaxshimisilar? Ha. Gapiring, yana nima? Bo'ldimi? Bo'ldi. YouTube'ga chiqib ketdi. Ha, yaxshi. Xursand bo'ldim ko'rib. Bizga xizmat yo'qmi? Yo'q. Men endi obunachilarimga bunda biz sharoitim bilan tanishtirib chiqaman. Ko'pchilik yangi obuna bo'lganlar, hali aytasiz, nima qilib qo'ysin deysiz? Lak. Ha, o'sha like bosganlar, obuna bo'lganlar, yangilar tushunmayapti. Siz doktormisiz, blogermisiz, nimasiz deyapti. Men aytyapman. Men doktor emasman, men tabibam emasman deyapman. Harakat topkunlar. Mana shu yerda shunaqangi yoritaman, kelinglar deyman, taklif beraman. 6 yildan beri shu Sarbonishponni yorib kelayotgan bo'lsa, mana shuncha insonlar ko'ryapsizlar, qanaqa xursand. Hammasini yuzida xursandchilik. O'zim hatto mana Amerika Qo'shma Shtatlaridan kelgan bemorlar. Qaysi shtat? Bryuklin, olmaymiz. Bryuklindan. O'zlari asli Samarqand, Urgutda. Ikkinchi marotaba kelishlari bizga opamiz. O'zlari aslida hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida yashaydilar. Bundan keyin mana O'zbekistonga, vatanga shu uylarni ko'rgan kelganda har safar kelib aynan bizni sihatgohda dam oladi. O, siz aytardingiz yana Amerikadan telefon qildi. Ana Amerikaliklar telefon gaplashasiz. Mana shu xonalarimiz azizlar. Shunaqangi sharoit. Bemorlarimiz. Bemalol o'tiravering, bemorlarimiz mana shunaqangi chiqib hamma har yoqdan tanishishadi, gaplashishadi. Xo'p, endi nariga o'taylik. Ha, ena. Ketyapsizmi? Al o'tiravering, chetdamanmi? Chiqing mana ochiq havoga, zo'rsiz-ku. Havoya. Xo'p. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, bu yer har kuni ertalab juda gavjum bo'ladi. Soat 8 dan 12 gacha qabulga kelgan bemorlarimiz, mana sut ichadigan bemorlarimiz hammasi shu yerga yig'iladi. Shu yerda tabiiy tuya suti tarqatiladi. Bu yerda azizlar bizni qabulxonamiz bor. Aynan barcha bemorlarni shu yerga kelgan bemorlarni bu yerda O'zbekiston Xalq tabobat akademiyasining a'zosi, O'zbekiston Respublikasi Do'stlik ordeni sohibi Odilhoji Homidov o'zlari shaxsan qabul qiladilar. Har bir keladigan bemor tibbiy ko'rikdan o'tishi shart. Tibbiy ko'rikdan o'tganlardan keyin bu yerda o'sha Hojdog'on tibbiy ko'riklarni ko'rib chiqib, tuya sutini qanaqa ichish tartiblarini belgilab beradi. Xo'p, bu yerda bizning qabulxonamiz. Mana shu yerda, aynan mana shu yerda barcha bemorlarni qabul qilamiz. Bu yerda polni mana video nazoratda turadi. Sihatgoh polni ko'rsalar. Hozir mana kiramiz mana. Mana tuyalarimizni ko'rsatay sizlarga. Shu orqada hozir fermada boqilayotgan tuyalar hozir kirib sizlarga mana tuyalarimizni ham ko'rsataman. Xo'p, endi aynan men aytayotgan inson, yana aytyapman, shifo Allohdan, avvalo Xudo. Qolaversa biz bandalar sababchi insonlarmiz. Aynan mana shu inson
O'zbekiston Xalq tabobat akademiyasining a'zosi, Do'stlik ordeni sohibi Odilxo'ja Xomedov. Aynan mana shu inson shu yerda barcha bemorlarni qabul qiladi. Xo'p, endi sharoitlarga keladigan bo'lsak, luks, poluks sharoitlarimiz bor. 3 mahal issiq ovqat bilan ta'minlanadi. Bu yerga bemor yotgandan keyin ko'rgani kelayotgan insonlarga narsa ko'tarib kelish shart emas. Baribir kirgizmaymiz biz bu yoqda. O'zimiz berayotgan ovqatlar alhamdulillah hammasi cho'tki. Oddiy sharoit mana deylik, shu koridorda qishki kunida odamlar keladi, ko'chaga chiqib qiynalmasin, sovuqli kunida deb mana shu yerga shunaqangi mana chiroyli sharoitlar oddiy mana shu zalga qilingan. Bu zaldagi sharoit. Endi hozir ko'ramiz, xonada odamlar bor, unga qadar bo'shroq xonaga bemorlar. Yo'qda ham bemor. Mana o'ting, deylik. Hammom tualeti, Wi-Fi, televizori, hamma sharoiti. 4-xonada kim bor edi? Ha, 5. Hop, mana shu kelaylik. Mana azizlar, mazza sharoit. Yozga konditsioner, qishga отопление, 2 kishilik joyimiz, shikash fanerlari hamma yo'q. Wi-Fi, televizor bor. Bemorlar shu yerga ovqatini qizlarimiz o'zlari olib kirib beradi. Mana shu yerga o'zlari ovqatlanadi. Idishda o'g'larimiz, qizlarimiz o'zlari olib chiqib ketadi. Sut ichishib, mana shu yerda faqat maza qilib yotishadi, dam olishadi. Mana sharoit. Issiq suv, sovuq suv, hamma imkoniyat, sharoitlar qilingan. Endi bu yerda xonalarimiz 2 kishilik, 3 kishilik, 4 kishilik xonalar mavjud. Mana shunaqangi. Endi nariga korpusga o'tamiz. Hozir baribir ko'pchilikka narx qiziq, mana ekranlardagi telefon raqamlar. Bemalol aloqaga chiqasizlar. Mana shu telefon raqamlari orqali qo'shimcha ma'lumotlar bemalol olaverasizlar. Xo'p, bo'lmasa kuzatinglar, biz nari tomonga o'tamiz. Keyin bitta narsaga e'tibor beringlar, mana polniy ayollar. Mana shu narsani aytib o'tib ketay. Tashqariga chiqaylik-da. Mana erkaklar narigi tomonda bizda. Hozir kiramiz, ko'rsatamiz. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, polniy ayollar bitta. O'tirib, endi erkaklar. Hop, onani ketaysizdan. Ha. O'rtag'ingizni topib oldingiz. Ha, sizlar voy bir-birlaringga o'xshaysizlar. Bu Qozog'istonlik Qunduzin, bunisi O'zbekistonlik Qunduzin. Tojikistondan ham bitta bordi Qunduzin. U ketib, hali kelgani yo'q, xudo xolasa kelib qoladi. Bir-birini juda yaxshi ko'rishyapti. Necha yil bo'ldi tanishganlaringni? 2 yil. Sizdami? Ha. 23da tanishgansizlar. Ha. O taniganiga o'zi ancha bo'lgani. Assalomu alaykum. Anvarjon aka. Assalomu alaykum. Ko'rishib dugona bo'lishganiga mana 3 yil bo'ldi. Qanada men aytma bolachani qarab. Ayt. Gap yo'q, malades, o'g'il bola. Gap yo'q. Xo'p, endi azroq vaqt o'tamiz. Mana bu tomonlarimiz manzaraga endi gap bo'lishi mumkin. Qalmoqlar tashab qo'yib, biz o'g'ilcha o'tiribdi katta o'g'il. Qalmoq tashab, baliq tutib o'tiribdi. Chiqdimi? Ha, Sazan. Baliq, ushlashibdi. Ariqda suvimiz to'xtab qolibdi, suvimiz kelsa va to'ladi bu hovuz. Nechta bo'ldi? Oh, baraka top. Malades. Sazanlarda qo'yish. Mana. Baliq yaxshi. O'zim o'g'ga qiziqardim. O'nimiz ham ozgina o'g'ga qiziqadigan qol. Qalmoq tashab o'tirdi. Xo'p. Bo'lmasa azizlar. Mana shu yerdan boshlaylik. Biletlarimiz bor. Keyin mana bu xonamizga kashtar ko'chatlari ekkanmiz.
limonariya qilyapmiz. Bu yerda ham mana limonlar ekkanmiz. Undan tashqari mana shu turganlar mana o'sha kashtan ko'chatlar katta bo'lib qoldi. Xo'p. Bu xonamizda ham kashtan ko'chatlar. Xo'p. Operator juda yaqin yuraveryapti, ha. Solaymi qulog'ini tagiga qarab. Sal uzoqroq yurgin, qo'qib ketyapman desam ham yo'q oladi deb mayli. Xo'p, bo'lmasa azizlar. Bu yerlar ham mana o'sha dam olish xonalari. Mana shu yerda ham bemorlar kelib, bemalol mazza qilib dam olishadi. Bu yoqlarimiz mana limonariya. Xo'p, endi vaqtdan yutamiz, tezda ko'rsatib ketamiz. Xo'p. Bu yoq ham limonariya. Mana misol davolangani kelgan insonlar bu yerda bemalol hozir qishda sovuqlik uchun salafan bilan o'raganmiz. Buni olib tashlaymiz, yozda shunaqa shabada urib berib turadi, mana shu yerda maza qilib dam olishadi. Endi tezroq yuramizda, nari tomonda narigi kursda. Xo'p, keyin yana bir narsani ma'lumot uchun aytay. Iltimos, Sarvon shifoga kelmoqchi bo'lgan insonlar ana 91 668 52 00 90 408 0080 telefon raqamlarimiz. Telegram, WhatsApplar ishlayapti. Iltimos, oldin qo'ng'iroq qilib, joyda bron qildirib, yozdirib qo'yib, keyin kelishlaringizni tavsiya qilaman. Chunki juda ko'p odamlar kelaveryapti, odam ko'p kelyapti, joy qilib bera olmay qolsam, keyin xijolat bo'lib qolaman. Mana manatlarda ham chiqib bemalol maza qilib dam bosib bo'ladigan joy. Mana endi e'tibor beringlar, ba'zi erkak. Misol bitta oilaviy yoki o'rtoqlar dam olmoqchi bo'lsa ham mana shu xona, mana shu tomonimiz zo'r. Tavsiya beraman. Mana shu yerda mana kiradi. 4 kishilik xona, o'rtada mana dam oladigan joyi, televizor, Wi-Fi, konditsioner, hamma sharoitlar bor. Bemalol. Mana uni shunday yopadi. Keyin hammom tualetlar bor. Issiq suv, sovuq suv, hammom tualet, hamma sharoit mana shu yerda ichkariga qilingan. Batlarda ham ko'rsataman shart. Dedik. Iltimos qildik hozir bemorlardan shu xonalar ko'rsatib olamiz deb akalar. Ayollardan endi uzr so'rayman. Mana shunaqangi sharoit. Mana ko'ryapsizlar, televizor, konditsioner. Mana yerda bemalol choyni ichadi, qishda topli pol. Hamma yoq chotki. Xo'p, endi bu 2 kishilik delik, bu yerda mana 3 kishilik. Bu yerda ham televizorlari, hamma sharoitlar qilingan. Xo'p, endi bu yoqdagilarga qulaylik, shu hojatxonasi, hammomi, hattoki kir mashinasigacha ko'rsataman. Xo'p, hojatxonasi, dushi, hamma sharoit bor. Bitta kirxonasi alohida. Bitta kir yuviladi, misol kiri bor, dam olgan keyin steralli mashina bor, shuni tashab qo'yadi, yuvadi. Xo'p, qizlarimiz baraka topsin, mana har kunlik chistiy, uborka. Suvlarda oqib ketishini qarang. Xo'p, bo'lmasa endi azizlar, bizdan uzoqlashmay turinglar. Fermaga kiramiz. Mana xudo xolasa azizlar, bizni tuya fermamiz, bizni tuyalarimiz mana shu. Keyin o bashniga e'tibor beringlar. Ko'rdilaringlar bashnini. Ko'rdilaringiz. Endi yuringlar. Mana shu bashnidan mana suv kanal tortib kelganmiz. O'rtaga tushayotgan suvni ko'ryapsizlar. Mana shu o'zimizning toza ichimlik suvi. Aka o'zimiz iste'mol qiladigan toza ichimlik suv. Hattoki hozir shu narsaga e'tibor berganlarki, tuyani ichayotgan suvgacha e'tibor berganlar. Hech qanaqangi bir
turib qolgan, aynib qolgan yo oqib kelgan suv emas. Tabiiy toza ichimlik suvini ichadi. Mana shu bizni tuya fermamiz. Mana tuya fermada tuyalar boqiladi. O'zimizda ko'payadi. Mana shu vodiy iqlimiga moslashtirilgan tuyalar. Mana shu yerda har kuni 3 mahal tuya sog'iladi. O'sha Sarbon-shifo sihatgohga bemorlarga chiqariladi. Yo'q, tuyalarimizni ko'rsataylik. Yangi bolalagan tuyalarimiz bor. Ular ko'rsataman. Hop, sizlarga. Bu Sarento. 5 qashqa. Xudo xolasa tez kunda u chempion bo'ladi. Bundan 3,5 yil oldin buni toyligida ko'rsatganman, ko'rgan bo'lsalaring. Hozir mana katta kishi bo'lib qoldi. Xattarlarimiz bor, tuyalarimiz. Endi bu yoqda yangi bolalagan tuyalarimiz. O'sha hozir bolalash sezoniga keldi tuyalar. Mana ko'rayotgan bo'lsalaring, mana shu tuyalarni yangi bolalagan tuyalar. Bir oy bo'lgani yo'q hali. Bularni bolalaganiga. Mana shu tuyalar. Turchi. Jonivor. Bu tuyalar qanchadan qancha insonlarni mana davolayapti. Hamma yoq pokiza. Keyin hozir bitta savol tug'ilishi tabiiy. Men shu savolga alohida javob berib o'taman. Vodiy iqlimida shuncha tuyaga bu giyohlar, ya'ni tabiiy giyoh o'simliklar qayerdan yetkazib olib kelinadi? Vodiyda yantoq-ku, yo'q-ku, kam-ku, bor yantoq, unaqa vohani singari ko'p emas, kam vodiyda nisbatan. Lekin buncha tuyaga qayerlardan keladi bu yantoq? Nima bilan boqiladi? Nima yeydi bu tuyalar? degan savol tug'ilishi tabiiy. Azizlar, bizda Sarbon-shifoda yiliga 7000 dan 8000 tagacha yantoq press mana shunaqa qilib mana g'aramlanadi. O ko'rlayni hozir qo'shitga chiqamiz hamda sizlarga o'sha yeydigan ozuqalarigacha kelaverasizlar. Azizlar, yantoq. Yaqinroq. Mana ko'rlaring, mana shular mana yantoqni bilganlar biladi mana. Mana shular bu mana shu persepni oldidan edi. Hozir mana qishga yeb keldi. Endi bu usti quyosh kelib qorayib qoladi, lekin ichkarini ko'ryapsiz. Mana oddiy misol hozir mana shuni ochib ko'rsatib beraman. Eling mana yantoq-a. Baqib o'tvoringda. Uzr so'rayman, tikoni keltirib qo'ygan. Mana. Azizlar, mana begona o't yo'q ichida. Ko'ryapsizlar? Ana luboy joydan ochib chiqaraman mana yantoq. Tuyalarimiz mana shunaqangi yantoqlar bilan oziqlanadi. Agar bizni Sarbon-shifoga kelish niyati tug'ilib qolgan bo'lsa, davolanmoqchi bo'lgan insonlar bo'lsa, dam olmoqchi bo'lgan insonlar bo'lsa, shu ekranlardagi telefon raqamlar bizga tegishli. Qo'shni respublikalar, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistonlik birodarlarimiz ham bemalol kelishlari mumkin. Hamma sharoitlar qilingan. Juda ham ko'p bilasizlar mana qo'shni respublikalardan bizga keladigan insonlar davolangan. Demoqchimanki, tabiiylikka yaqinlashavering. Bu ximikatdan, ortiqcha dori-darmonlardan endi qochadigan davr keldi. Lekin to'g'ri yo'lni tanlang. Nima demoqchiman? Taklifni biz beramiz. Tanlov har bir insonning o'zida. Men hech kimni majburlamayman. Keling, meni taassurotlarni o'zingiz eshiting. Nafaqat bemor, balki sog'lom insonlar ham ichishni tavsiya qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana bir bor e'tibor uchun rahmat.
Kuzatishda davom etinglar. Ko'rishamiz. Odiljon Homidov boshchiligidagi Vodiy tuyalari Sarbon shifo sanatoriyasida tabobat asosida shifobaxsh tuya suti yordamida quyidagi kasalliklarga shifo topishingiz mumkin. Jigar xastaliklari, sirroz, gepatit B, gepatit C, qandli diabet, allergik kasalliklar, oshqozon ichak kasalliklari, buyrak xastaliklari, yurak qon tomir kasalliklari, asab kasalliklari, bronxit, bronxial astma kasalliklari bo'yicha murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, shifo maskanida dam olish va tibbiy muolaja xonalari mavjud. Sog'ligingizga hozirdan qayg'uring. Murojaat uchun telefonlar 91 668 52 00 90 408 0080. Manzil: Farg'ona viloyati Toshloq tumani Zarken shaharchasi, Dasht mahallasi.